Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz bu videoni ko'rishga o'tgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni sog'lig'ingizga bee'tibor emassiz. Sizda demak to'g'ri turmush tarzini shakllantirish, sog'lom ovqatlanish va uzoq ko'p yillar mobaynida sog'lom yashashga, energiyaga to'lib yashashga ishtiyoq bor. Shuning uchun sizga bu video juda ham qiziq. Men Hilola Anvarovna 10 yillik tajribaga ega integrativ ginekolog shifokorman. Siz ona bolasiz klinikasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Albatta sizga integrativ tibbiyot qiziq bo'lsa, sizga ushbu videolarimizda juda ham ko'p ma'lumotlarni berib o'tamiz va sizni sog'lom turmush tarzingizni shakllantirishga, energiyaga to'lib, jozibakor bo'lib yashash uchun sizga o'z hissamizni qo'shamiz. Preventiv meditsina bu oddiy tilda aytganda, demak sizda organizmingizda kechayotgan kasalliklarni erta davrda oldini olish va ularni profilaktikasi bilan shug'ullanadi. Ya'ni sizda masalan deylik shamolladingiz, oddiy gripp bo'ldingiz. Demak vrachga murojaat qilsangiz, albatta sizga birinchi navbatda antibiotiklar, viruslarga qarshi dori choralari bilan davolash boshlanadi. Lekin buni bilamiz, biz preventiv ayniqsa shifokorlar buni antibiotiklarni, proteinvirus preparatlarini qo'llashni o'zi ko'rsatmasiz immunitetingizni yanada pasayishiga va organizmingizni sog'lig'ini yanada yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Chunki ko'rsatma bo'lgandagina berish mumkin, bo'lmaganda esa uni oldini olishga preventiv meditsinada siz albatta o'rganasiz. Yoki bo'lmasam deylik, ginekologik kasalliklar bizga ko'p murojaat qilishadi. Yillar mobaynida, ko'p oylar mobaynida gormon preparatlarini qo'llab kelishadi. Lekin biz buni asosini, negizini o'rganmagan holda gormon preparatlarini berishimiz o'zi ham noto'g'ri. Chunki bu jigaringiz faoliyatini, boshqa organ sistemalaringiz faoliyatini yanada ishini pastlashiga, sutlashiga va hattoki buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Preventiv meditsinada esa biz sizni qayerdan bu negiz kelib chiqayotganini, nimaga sizda aynan shunaqa gormonlar buzilishi bo'layotganini bilgan holda va oddiygina vitamin, bag'rlar, nutrientlar bilan to'g'irlashga harakat qilamiz. Preventiv meditsinaning eng 3 ta asosiy tamoyillaridan biri bu birinchisi sizda to'g'ri ovqatlanishni o'rgatish. Ya'ni sizda kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan organizm uchun mahsulotlarni qoldirish, foydasiz, musor bo'lgan mahsulotlarni siz ratsioningizdan chiqarib tashlash kerak. Chunki bularni barchasi ham boshqa turdagi kasalliklarni, oshqozon ichak va boshqa turdagi kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi bu yo'nalishimiz bu albatta sizda sportga bo'lgan muhabbatni, oddiygina o'sha 10 ming qadam yurish yoki bo'lmasam hafta mobaynida sizda sportga bo'lgan muhabbatingizni shakllantirish bilan bog'liq bo'ladi. Chunki shu sport bilan harakatni bizga qo'shilishi bilan qon aylanish sistemasi juda ham yaxshi ishlashni boshlaydi va immunitetimizni ko'targan holda ko'pgina kasalliklarni shu oddiygina 10 ming qadam bilan to'g'irlashimiz mumkin. Bu haqida yana ko'pgina boshqa videolarimizda ma'lumotga ega bo'lasiz. Oddiy 10 ming qadam bilan qanday kasalliklarni yengish mumkinligini. Va uchinchisi bu sizda demak organizmingizda yetishmayotgan vitamin, nutrientlarni bilgan holda biz o'rnini qoplab to'ldirishimiz bilan juda ham ko'p sizda hosil bo'ladigan, yuzaga keladigan og'ir kasalliklarni, hattoki kasallikni bosqichdagi turli xil o'zgarishlarni ham davolashimiz mumkin bo'ladi. Preventiv meditsinada nimalar ko'rib chiqiladi? Preventiv meditsinada demak birinchi navbatda sizni yilda bir marotaba yoki ko'rsatma bo'lsa 2 marotaba to'liq demak tekshiruvlardan o'tkazish, ya'ni check-up deb aytamiz. Ikkinchisi bu sizdagi gormonal muvozanatingizni to'liq o'rganish, ya'ni sizda gormonlar metabolizmida qanday o'zgarishlar bo'layotganini ko'rib baholab chiqiladi. Va uchinchisi vitaminlar, nutrientlarning tanqisligi qay darajada ekanligi baholanadi va sizga to'g'ri plan tuzilgan holda va sizni o'sha preventiv shifokoringiz olib boradi va albatta sizga sog'lig'ingizni tiklashga yoki bo'lmasam kasalliklarni oldini olishga va doimiy ravishda energiyaga to'lib yurishingiz uchun sizga juda ham katta bu demak hissa qo'shilgan bo'ladi sog'lig'ingiz uchun albatta. Preventiv tibbiyot haqida sizda tushuncha hosil bo'ldi deb umid qilamiz. Agarda sizda shu yo'nalish bo'yicha qandaydir savollar, izohlar bo'lsa, bizni Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Yanada qiziqarli ma'lumotlarni siz bilan ulashib boramiz.